Assalomu alaykum, amaki, pul kerak. Pul nima qilasan? Oyim kasallar, uyga bormoqchiman pul. Hozir kutib tur, oyingga ovqat qilib beraman, yetasan, xo'p? Xo'p. Mana ovqatni oyingga yetasan, xo'p? Rahmat, amaki. Qanaqa bachangga? Ro'b kelim yo'qmi? Yana ovqat ko'tarib kelding. Men senga pul topib kelgandim. Aytgandim-ku buning odam bo'lmaydi. Dardlari kulkim sanar. Ana ikkalasi kim? Oyim dadam Nima senga dodladi? pul topganadanim uchun. Mana pulni ol, Rahmat, amaki. insofsiz ota-onangga berasan. Qani edi? Sandaqa shirin farzandim bo'lganda edi. Hayf sandaqa ota-onaga.